ikkinchisi esa til odobi hisoblanar ekan. Yusuf Hojibning asarlarida asosan axloqiy va ma'naviy jihatdan shakllantirish muammosini hal etishga doir ko'plab ma'lumotlar berilgan. Hojibi o'sha Ahmad Qoshg'ariy Devoni lug'ati ketdi. O'sha tilshunoslikka axloqiy tarbiya o'rtasidagi bog'liqlikni, tilni axloqiy qadriyatlarni uzatish vositasi deb yuksaklikka ko'taradi, bilimsiz esa tubanlikka yo'l ochadi deydi hamda bir necha qator satrlarni misol qilib keltiradi. Bunga bilik birga bil nur saodat yo'li, bilik bil saodat yo'lilar bo'ladi. Ya'ni bilim bilan saodat yo'li ochiladi. Shunga ko'ra ilmli bo'l, baxt yo'lini izla degan satrlar mavjud. She'r yoza olish kabi sohalarga to'xtalib o'tgan va har bir yosh o'g'il bola bilishi kerak degan shart ham qo'ygan ekan. Qo'shnoma asarida javobgarlik haqida shunday fikr kiritildi. Javobgarlik bu so'z bilan ishning bir xilligidir degan olijanob fazilat hisoblanadi. Va javobgarlik o'zini ichiga 3 ta asosiy, ya'ni 3 ta sifatni o'z ichiga oladi. Olijanoblik, mag'rurlik va boshqalarga bevaras bo'ladi. Shuningdek, bunda inson nafslarini 3 ga bo'ladi. Bulardan birinchisi aql, ikkinchisi rost, uchinchisi esa jonmardlik. Jonmardlik yo'lini tanlagan inson 3 narsadan o'zini tiyishi zarur. Birinchisi ko'zini yomon narsadan, ikkinchisi qo'lni yomon ishlardan, uchinchisi tilni yomon so'zlardan asrashi lozim. Jonmard sipohiylar esa sabr-bardoshlik, ish tutishlari, kamtarlik va mehmondo'stlik, saxiylik, to'g'rilik, haqshunoslik, pok kiyinish, yaxshi qurollanish zarurligi qayd etiladi. Jonmardlikni 3 ta usuldan ajratib beradi. Birinchisi aytgan so'zini ustida turadigan, ikkinchisi haqiqatga xilof qilmaydigan hamda uchinchisi xayr ishdan ilgari suradigan hamda Qobusnoma asarida so'zni 4 ta turga ajratib beradi. Bulardan birinchisi bilsa bo'ladigan va aytsa bo'ladigan so'z, ikkinchisi bilsa bo'ladigan ammo aytmasa zarar qilmaydigan so'z, uchinchisi bilmasa bo'ladigan ammo aytsa zarar qilmaydigan so'z hamda to'rtinchisi bilmaslik ham aytish ham zarar bo'lgan